Assalomu alaykum. Salqin kunlar kelganda immunitetni ko'tarib, quvvatni oshirish uchun videoni saqlab qo'yib oxirigacha ko'rsanglar, mol tilini shunaqa yumshoq, ortiq hidlarni ketkazib, ilik va sabzavotlar solib, yana ham mazali va foydali qilish usulini ko'rsataman. Birinchi bo'lib ko'rsatilgandek qilib tilni ustidagi po'stlog'ini shilib, bezlarini tozalab olamiz. Sababi, mol tilidan keladigan yoqimsiz hid asosan po'stlog'i va bezlarida bo'ladi. Tilni qaynatib tozalasangiz oson bo'ladi deydigan bo'lsangiz, po'stlog'i oson tozalanish uchun kamida 1 soat qaynashi kerak. Ushbu taomda shunaqa qiladigan bo'lsak, mazasi va foydasi qisman qaynagan suvga chiqib ketadi. Shuning uchun pichoqda po'stlog'ini tozalab olamiz. Endi pishirishga o'tamiz. Qozon tagiga sariyog' yoki qo'y dumbasi, mol tili, piyoz, pomidor, bulg'or qalampiri, nim-tatir achchiq bo'lib ishtahani ochish uchun 1 dona dungan qalampiri, 7-8 dona sarimsoq piyoz, tabga qarab mol iligi, ziravorlardan, 10 dona qora murch, 1 dona lavr bargi, tuz solib, ustidan 1 kosa suv quyib, ustini pergament qog'oz bilan yopib, palga bilan yaxshilab o'rab, duxovkada 200 gradusda 3,5 soat davomida pishirib olamiz. Duxovkada pishirishimiz sababi issuvli bir xilda hamma tomondan bo'lgani uchun tagiga olmasdan, mahsulotlar ezilmasdan juda ham chiroyli chiqadi. To'liq retseptni pastda qoldiraman, saqlab qo'yishni unutmanglar. Videoni salqin tushganiga shamollab, holsiz bo'lib qolgan yaqinlaringizga ham ilinib jo'natib qo'ying. Foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like ayamasangiz xursand bo'laman.